Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, mehri kulol obunachilari. Azizlar, mana tandirlarimizni ichlariga o'tlarni yoqib, chiroyli qilib qurib qo'ydik. Tandirimiz bitdi. Bu tomondan ko'rinishlari. Mana azizlar, inshaalloh tandirlarimiz bitdi. Xudo xolasa o'choqlarimizni ustilariga beton quyish qismiga kelib qoldik. Demaxodlarini o'rnatamiz, xudo xolasa. Inshaalloh azizlar, tutuni mo'ridan chiqadigan nihoyatda chiroyli o'chog'imiz bo'lyapti inshaalloh azizlar. Bu yonlariga mo'yka, ya'ni ovqatlarini qilib, shu yon tarafida bemalol idish tovoqlarni yuvib oladigan sharoit inshaalloh azizlar. Mana tandirlarimiz xudo xolasa. İnşallah bitken kısmını ko'rsatamiz.